Maqtanishmasin, shunaqangi bomba bulochka retsepti bilan keldim. Xullas, idishimizga tuxum, shakar solib, yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Ketidan esa ekranda ko'rsatilgan barcha mahsulotlarni birin-ketinlikda solib, unimizni 2 bo'lakka bo'lib solib, yaxshilab qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustilarini yog'lab, yarim soat oshirishga jo'natamiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni 9 bo'lakka bo'lib, 10-15 minut tindiramiz. Tingan xamirlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib, xuddi shu ko'rinishda kesib olamiz. Endi esa shu joyga yaxshilab diqqat qilamiz. Kesib olgan xamirlarimizni xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib birin-ketinlikda taxlab olamiz. Taxlab olgan xamirlarimizni ustidan xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib cho'pi yordamida ezib, xuddi shu ko'rinishda tugib olamiz. Tayyor bo'lgan bulochkalarimizni listga joylab 10-15 minut tindiramiz. Tinib olgandan so'ng ustilariga tuxum surkab, xohlagancha bezatib pishirishga jo'natamiz. Pishib olgandan so'ng ustilariga shakar upasini sepib, dasturxonga tortsalar bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'ling. Bu videoda bulochka tayyorlashni yoqtiradigan dugonangizga jo'natib qo'ying.